Gulpicham hech oyog'im tortmayapti-da, yo bormasammikin a? Yo'q, mehring bormi? Borib otingdan ko'rib kel, biz ham sendan 1-2 kun dam olaylik. A? Yo, sen ham bizlardan 1-2 kun dam olmoqchisan. Ko'rib kel ota-onangni. Tur qol. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ana aytmadim, 2 oyga qolmay ketiga tepib haydab boradi deb. Sumkalari bilan kelyapti. To'chni arazlab kelgan. Dadasi, meni olib keting. Yet qo'rqitma, xursand qilma. O'zi hozir ketding-ku, uyingdagilarga ovqat qilib ber. Aya kechki qilminni qilib beraymi yo keskin osh qilib beraymi? Ana aytdimki, o'sha ro'zg'orda ham qilyapti. Ha, mehmonga kelsa ovqat qilami? Endi yana boshqasiga uylanib oladi. To'g'risini ayting, meni uyga jo'natib boshqasiga uylanasizmi? Sen uylangan to'yini qarzini hali o'zi bo'lganmi? Go'rda uylanamanmi? Undan ko'ra uyingdagilar agratiga qarash. Aya dada, sizlar dam olingizlar, agratishni o'zim qilaman. Ha, bo'ldi. Agaratga tushib ketdi, tamom. Arazlab ketdimi? Ajrashgan. Er yurib ketibdi. Hozir aliment to'lamay qochib yuribdi ekan, itlar. Dadasi, to'g'risini ayting, siz men bilan ajrashdingizmi? O, qaniydi? Ajrashsinga bir otim nosmida xohlagan paytim xohlagan ishimni qilsam. Ana, mahallani xotinlari shunaqa deyapti. O'zingni jigirlar. Ovsozsa g'iybatchilar uyga kelsa kel dedim. Kelmasa kelmadi deb g'iybat qilasizlar. Erga tegmasa o'tirib qolgan deysizlar. Vohli erga tegsa ersiragan deysizlar. Kelsa bu yebsizlar quruq qoldilarmi? Yo sizlardan bir parcha non so'rayaptimi? Bu ham odam, ota-onasini tug'ilgan uyini sog'inadi. Ha, bizlar nima qildik? Bala qildilar. Mana shu sizlar g'iybatlanib, qancha kelinlar o'zi tug'ilib o'sgan uyga kelamay o'tiribdi. Mana shu qilganiga ota-onangizga 2 kun emas, 1 hafta jotib ket, 10 kun jotib ket, bezar bo'lsa shular, jir oldim qotish. Ana, yotib ket deyapti. Ajrashgan bular. Ketdik, boshqalarga ham aytamiz. Dadasi! Onalarni ko'rsin, bökirni ko'r tug'ildi degan shu bizda kerakda. Vel chichilar. Ibodatga vaqting bor, ibodatga yo'q, ishratga vaqting bor.